Assalomu alaykum, hurmatli Moskvada mekendeshlar. Amansizlar, sizlar bilan Xayriddinlar Mos xabar. Bugun 3-yanvar 2023-yilning 3-kuni. Bugungi xabarlar bo'yicha Moskvadagi bo'lgan xabarlar bilan sizlar tanishib ketsak, negizili metroda yo'l kira qimmatlabdir. 50 rublga ko'tarilibdir proyezd. Ondan sirtqari magazinda produktlar kichkina ko'tarilibdir, sanolar o'sgan. Migratsiya masalasi bo'yicha negizili yildagiday tozalov yurib yotadi. Hozir 15-yanvargacha migrant operatsiyasi bo'ladi. Andықтан dokumentlaringizni taqtab yuringizlar. So'zsiz turda ketib chiqqani migratsiyalik dokumentlarni o'zingizlar bilan olib yuringizlar. Sizlarga chegaraga chiqish kerak bo'lgan bo'lsa, mo'nat o'tib ketgan dokumentlar bilan dela suyunga chalsangizlar, sizga yordam beradi. Qozog'iston chegarasiga kirib, al yerdan toza migratsionni men o'zi olib kelib qo'yadi qayra. Nomerlarni ekranga yozib qo'ydik. Ondan sirtqari 15-yanvargacha agarda dokumentlaringizlar mo'nat o'tib to'g'ri emas bo'lgan bo'lsa, qo'ldan kelsa chiqib tursanizlar bo'ladi. Общественный месталарga borib turingizlar. Dag'i 9-yanvargacha o'zingizlarga belgili migratsionda dokumentlar ishlaydi. Andықтан o'zingizlarga saq bo'lingizlar, dokumentlarga taq bo'lingizlar. Bizga qattiq, bizga qo'lda ko'rsatganlarga cho'ng rahmat. Like'dan bosib, qattiq qo'yingizlar. Har bir uy-buloga tinchlik qalaymiz. Bugun dag'i eskarta ketgan narsa Aybek Mirza tuli o'tkazib o'tadi. Aminevskiy metroda. Aybek Mirza nomeridan chalib, o'sha metroga borsanizlar, borib, tuliga qatishib, yaxshi bata qilib kelsangizlar bo'ladi. Andықтан doimo sizlarga uy-buloingizlarga yaxshiliklar qalaymiz. Bo'yda qirsiqdan butun yerda omon bo'lingizlar. Ko'rishguncha salomatda bo'lingizlar, do'stlar.